Xullas, Favorit avtosalonida Damas yangilangani Chevrolet. Tanishtirib o'taman. Damas Van 1.2 motorligi 134 million. Bu Van yuk tashiydigan. 1.5ligi 142 million. Keyin passajernisi boshlanadi. Mana ki passajern 1.2 motor, 1.5 motor. 139 milliondan boshlanar ekan. Passajernisi 154 milliongacha. Xullas, mexanika korobka ko'rsanglar bo'ladi. Balonlari, diskalari, salon holatlari. Aka qanday? Oddiy Damasdan ko'ra qulaymi? Nima deb o'ylaysiz? O'zi minganizni bilmadik. Mexanika korobka. Bemalol manaki 8 ta o'rindiqli. Menimcha Damasdan ko'ra yaxshi, endi narxiga yarasha hammasi. Xullas, oynalari manaki xuddi Largus kabi ochiladi. Orqaga qanday o'tamiz deydiganlar uchun akalar orqaga mana bu yoqda shunday ko'tarasizlar. Bopalar. Endi buni ko'tarasizlar. Manaki. Xullas, bir o'zim ham amalladim. Eshigini juda ham yaxshi ekan. Shunday orqaga o'tib ketaverasizlar. Hech kimga xalaqit qilmay, eshigini yopilishi, ochilishi juda ham yaxshi ekan. Lekin narxlar bilan tanishtirdim. Pastda nomerlar qoldiraman, bemalol telefon qilib gaplashib, yana ham batafsil ma'lumot olsanglar